Assalomu alaykum azizlar. Bugun juda ham katta, qiziqarli va hamma bilish kerak bo'lgan mavzulardan biri epilepsiya haqida gaplashamiz. Siz har qanaqa yo'nalishda xizmat ko'rsatuvchi inson bo'ling. Tibbiy, xirurgik yoki stomatologik yoki terapevtik yo'nalishda yoki ayni oddiy fuqaro sifatida ko'chada yotgan xuruj bilan yotgan bemorni birinchi aynan sifatli va to'g'ri yordam ko'rsatishingiz uchun o'sha holat va kasallik haqida yetarli darajada, ya'ni tibbiy ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Albatta, insoniylik jihatdan ham yordam ko'rsatishimiz uchun. Endi mana shu darslikdan keyin siz epilepsiya haqida umumiy tushunchaga, uni turlari, kelib chiqish sabablari va xudo ko'rsatmasin o'zimizni tanish bilishimiz, yaqinlarimizda o'shanaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, qanaqa chora-tadbirlar qilish kerakligini bilib olasizlar. Demak, boshladik darsimizni. Darsimiz oddiyroq tilda tushuntirishga harakat qilaman. O'zi qiyin mavzu, lekin aynan tibbiy terminlarni oddiy hayotiy terminlarda o'zgartirib tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, boshladik. Epilepsiya bu nima? O'zi bosh miyada nerv impulslar generatsiya bo'ladi, ya'ni hosil bo'ladi. Buni bilamiz neyronlarda. Endi epilepsiyada ma'lum bir o'choqlarda impulslarni neyronlarda takroriy yoki ko'p sonli yoki betartib yuzaga keladi va bu surunkali holatda yuzaga keladigan nevrologik aynan kasallik deb aytsak bo'ladi ma'nosini. Endi boya aytib o'tdim, buni kelib chiqish sabablari, o'choqda kelib chiqish sabablari bor. Endi buni qanaqa sabablari bor? Birinchi navbatda oddiy mana shu transformator deb oladigan bo'lsak, bosh miyamizda transformatorimizga albattaki nima keladi? Energiya, ya'niki bu svet keladi. Yani yorug'lik deylik, svet keladi. Svet kabellar orqali o'tadi, ya'ni elektr energiyasi. O'sha kabelda o'zi nuqson bo'lishi mumkin. Sotib oldingiz, o'zida nuqson bor. Demak, unda ham biz epilepsiyani ikkiga qiyosiy ma'noda ajratib oladigan bo'lsak bo'ladi. Birinchi kabelda nuqson bo'ladigan bo'lsa, bu genetik, ya'ni tug'ma va orttirilgan deb olsak bo'ladi. Ya'ni genetik holatda o'zi epilepsiya nasldan naslga irsiy holatda o'tmaydi. Va mana shu yerda aytib o'tib ketaman, ko'pchilik o'sha holat aytamiz, og'zidan ko'pib kelayotgan yosh bolalar bo'lsin, boshqa bo'lsin, siz qo'shilma yuqib qoladi degan narsalarni aytadi. Epilepsiya yuqumli kasallik emas. Hozir mana shu yerda aytib ketaman. Va bu yuqumli irsiy kasallik ham emas, irsiy ham emas. Faqatgina ota-onadagi natriy kaliy kanallari ilmiy tadqiqotlarda, ya'ni epilepsiyada o'sha nerv impulslarini o'tkazuvchanligida natriy kaliy kanallari ishtirok etadi. O'shalarning holati, ya'niki o'tishi mumkin yoki ko'chirilishi yoki shunaqa holatda nusxa olinishi mumkin degan olingan tadqiqotlar natijasida. Endi demak buni tushundik, genetik holatda bo'lishi mumkin ekan. Keyingisi avariya holati, cherepno-mozgoviy travma, har xil travmalar holati, avariya bo'lishi mumkin yoki ayni bosh miyaga har xil jarohatlar, urushishdan keyin yoki tepalikdan tushib ketish, har xil holatlardan keyin yuzaga kelishi mumkin. Keyingisi bu opxillar, ya'ni onkologik kasalliklar, har xil o'sma kasalliklar bo'lishi mumkin. Misol uchun oladigan bo'lsak, MRT tekshiruvida mana bu yerda ko'rgan bo'lsak, ya'niki o'sma o'sib chiqqan va mana bu yerda o'smada o'choqli holati shu yerda nerv impulsi hosil bo'lishligi mumkin. Bu ham albatta sabablardan bittasi hisoblanadi. Keyingisi narushение обмен веществ. Narushение обмен веществ, ya'niki moddalar almashinuvi buzilishi. Oddiy misol oladigan bo'lsak, bu yerda bosh miyamizga asosiy energiyani glyukoza beradi. Gipoglikemiya da, ya'niki glyukozani qon miqdorida kamayib ketishda, demak bu yerda ham epilepsiya xurujini oshirib yuboradi. Sababi sizda energiya ma'lum miqdorda yo'q, energiya bo'lmaganligi hisobiga nerv impulslar yetarli darajada aynan ishlab bera olmasligimiz mumkin. Agar eslaringizda bo'lsa, yoshligimizda ham ko'p holatda agar elektr toki pasayib ketganda, qish mavsumlarida asosan lampochkalar pirpirab qoladi. Xuddi shunaqa holatda agar energiya yetmasa, epilepsiyada ham o'choqli holatda o'sha yerdan generatsiya qilib, nerv impulslar tarqalib qolishi mumkin. Bu ham sabab. Yoki gipokalsemiya, kalsiy ham ta'siri bor, hozir sinapsda tushuntirib ketaman, yoki giponatremiya, natriylarning ham ta'siri bor. Demak, bu yerda moddalar almashinuvida yana gormonal o'zgarishlar. Buyrak usti bezida, chunki ular asosan elektrolitlarga ta'siri bor. Va undan tashqari qalqonsimon bez, qalqon oldi bezi bo'lishi mumkin. Ular ham kalsiy, ya'ni kalsitanin degan gormonlari kalsiyga ta'siri bo'ladi. O'shalarni ham tekshirtirib olishimiz kerak, epilepsiyaga aynan sababchi bo'lmasligi uchun. Bu yerda elektrolitlarni ko'rib chiqish kerak. Keyingisi передозировка alkogolem и narkotikami. Bu yerda ham aytib o'tgandim, ya'niki moddalar almashinuvining buzilishining hisobiga har xil ateroskleroz kasalliklarini keltirib chiqaradi. Alkogol yoki spirtli kasalliklar, ya'ni spirtli chaquvchilarda aterosklerozda bu yerda qon bilan ta'minlanish nisbatan buziladi. Aytganimizda boyagi sabab yana yuzaga keladi. Bu yerda yaxshi energiya almashinuvi bo'lmaydi va albatta o'sha lampochkada pirpirash qiyosiy ma'noda olganimizda epilepsiya holati yuzaga kelishi mumkin. Keyingisi infeksiya mozga. Infeksiya mozga, ya'ni bu ensefalitlar, har xil infeksiyali kasalliklardan keyin. O'sha kabelda oldik. Endi kabelda ba'zi bir holatlarda biz nima qilamiz? Kimtik joyi yoki simi chiqib qolgan joylari bo'lishi mumkin. Bu infeksiyali kasalliklardan keyingi holatlar bo'lishi mumkin. Ya'ni davoladingiz, simi chiqib qolgan kabel bo'lib qoldi. Biz nima qilamiz? Izolenta qilib qo'yamiz. Izolenta bo'lmasa o'sha joy turaversa, o'sha yerdan har xil o'choqlar va energiya elektr toklari chaqnashi yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni bu ham epilepsiyaga sababchi bir omillardan bo'ladi. Endi biz turlarini o'tamiz. Turlari qanaqa bo'ladi? Mana oddiy sog'lom miya bo'ladigan bo'lsa, bu o'choqli va generalizovanniy holatlarga bo'linar ekan. Generalizovanniy va fokalniy yoki o'choqli yoki parsialniy epilepsiya turlariga bo'linar ekan. Endi generalizovanniy epilepsiyada mana shu yerda men chiroyli holatda sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, bu yerda
Mana bunda. Demak, generalizovanniy epilepsiyada fazalar bo'lar ekan. Tonik faza, klonik va posttiktalniy fazalar bo'lar ekan. Tonik fazada asosan tirishish holatlari bo'ladi. Tirishish bu yerda juda ham o'sha muskullarimizda spazmlarning hisobiga tirishib qoladi bog'lar. Yoki o'sha xuruj bilan kasallangan bemorda. Bu yerda yuzaga kelayotgan har xil ovozlar, chunki ovoz chiqarayotgan apparatimizda spazm bo'ladi, har xil ovozlar chiqariladi, sianoz holatlari bo'ladi va bu qadimdan shunaqa kasallik deb aytilgan, bu qora kasallik ham deb atashgan nomini. Nima uchun? Chunki ko'k binafsha holatga kirib ketadi, havo yetishmasligining hisobiga. Biz aytdik, spazm nafas yo'llarida ham yuzaga keladi. Qisiladi. O'shan hisobiga havo yetishmasligi va yuzida qarovotlashish, qoramtir holatga binafsha, ya'ni qoramtir binafsha holatga kelishda olib keladi. Hattoki o'zini siydigini va najasini ushlanmaslik holati ham yuzaga keladi va birinchi yordamda holi aytib ketamiz, lekin oldindan mana shu yerga bemor bu holat yuzaga kelmasligi ham mumkin. Aynan markazlarda hisobiga ustiga yopinchiq tashlab qo'ygani ma'qulroq hisob, uyg'ongandan keyin va o'ziga kelgandan keyin noqulay holatlar yuzaga kelmasligi uchun. Demak, bunda tonik faza deb aytdik. Tonik va klonik fazalar asosan bir necha minut davom etadi. Demak, klonik faza nima? Bu yerda asosan titrashlar, подергивание конечности, ya'niki o'sha spazmlarda keskin oshganligi hisobiga tutqanoqlar yuzaga keladi. Sudorga yuzaga keladi bu yerda. Bu yerda pena izza rta, ya'niki og'izdan ko'pik yuzaga keladi, chiqish. Mexanizmni tushuntirib ketaman. Aytib o'tdik, nafas yo'llari spazmi va ovqat hazm qilish yo'li spazmining hisobiga so'lak ovqat hazm qilish sistemasiga o'tmaydi va mana shu yerda nafas yo'llaridan havo chiqishining hisobiga ikkalasi aralashib bizda ko'pik holatda chiqadi. O'shaning uchun mana shu yerda tibbiy yordamni yana bitta ko'lamini aytib ketaman birdaniga. Demak, ko'pikni nafas yo'liga ketib qolmasligi uchun va asfiksiyani oldini olish uchun albatta yonga qaratib yotqizib qo'yamiz. Demak, bu narsani tushundik. Keyingisi bu posttaktalniy period, bu bir necha soniyadan soatlargacha bo'lishi mumkin. Bu yerda hushi nisbatan o'zida bo'lmasdan yotadi prosta. Mana shunaqa holatlar yuzaga keladi. Demak, generalizovanniy. Endi fokalniy holatda yuzaga kelayotganda, o'zi umuman olganda bizda epileptik pripatkalarimiz bor. Ya'niki bo'layotganligini sabablari yoki xabarnomalari desak bo'ladi. Dejavu holati, ya'ni bu oddiy insonda ham bo'ladi, lekin soniyalari nisbatan kamroq bo'ladi. Ya'ni boya aytdik, biz daqiqa va soatlarda bo'ladigan bo'lsa, bu soniyalar ketadi. Dejavu holati ba'zi bir holatlarda shunaqa bo'ladiki, bir joyga borganingizda shu joyga kelganda yoki shu inson bilan gaplashganda bo'lasiz. Men videoga mana shu aktyorni olmadim, qiyosiy ma'noda Shurik kinosini ko'rgan bo'lsalaringiz, o'sha insonni uyga kelganda har bir o'tirish holatlari, har bir narsalar eslataveradi. Mana shu dejavu holati deb ataladi. Bizda bo'lishligi bu norma, epilepsiyada esa kasallikda nisbatan vaqt davomiyligi bizga nisbatan normaga holatda ko'proq bo'ladi. Keyingisi bu absens holatlari. Absens holati mana bu yerda tushuntirganim ma'qulroq. Demak, absens holati bu yerda bizda miya yarim sharlarida va talamus o'rtasidagi nerv impulsda buzilishlar hisobiga absens holati yuzaga keladi. Bunda bolalarda asosan yuzaga keladi, chunki bolalarda nisbatan gaz yaxshiroq ishlaydi tormozdan ko'ra. Ya'ni ko'p gapiradi, boshqa qiladi. Gaz yoki tormozda, hozir sinapsda, neyronlarda misol tushuntirib o'taman. Ya'niki ularda ko'proq nerv impulslar hosil bo'lish ehtimoligi katta. Oddiy tilda aytadigan bo'lsa, o'zi ya'niki yasni holatda bo'ladi, lekin bir joyga qarab tikilib qarab turadi. Biron bir chaqirsangiz ham eshitmaydi, e'tibor qilmaydi. Ba'zi bir holatlarda bizlar ham xuddi shunaqa holatga tushib qolamiz. Bir necha sekund davomida bir joyga tikilib qaraymiz, kimdir gapirsa ham eshitmay qolamiz gohida. Mana shu ko'zlarni yummasdan, ya'ni bir joyga tikilib qarashi. Bunda 2 sekunddan 15 sekund, ya'ni soniyalargacha yuzaga kelishi mumkin. Asosan bolalarda uchraydi deb aytdik. Keyingi holat bu aura holati. Aura holat bu epilepsiyani, ya'ni xabarnomasi desak bo'ladi. Kichik xabarnomasi. Ya'ni bu yerda o'choqli holat qayerda bo'lishiga qarab xabarnoma har xil holatda kechishi mumkin. Aytaylikki, bizda chakka sohasida, ya'ni Височный oblastda joylashadigan bo'lsa o'choqda, bu yerda eshitish markazi yoki обонятельный hid bilish markazlari bo'lishi mumkin. O'shan hisobiga har xil quloqiga jiringlash ovozlari yuzaga kelaveradi o'sha epilepsiya xurujidan oldin. Hozir bo'laman degan narsa, ya'ni o'shaning uchun bizda epilepsiya shamoli deb ataladi, ya'niki aurani. Har xil narsalarni eshitadi yoki tutun hidi bo'lishi mumkin yoki boshqa hidlarni aynan sezishi mumkin yoki har xil ta'mli narsalarni sezib ketadi, achchiq yoki shirin ta'mli sezib ketadi. O'sha holatni bemor asta-sekinlik bilan sezadi va mana shu yerda ham o'choqli holat qaysi joyda joylashishiga qarab bizda oyoqlarimiz, qo'llarimizdami, ya'niki harakatlanishdami yoki nafas olishda, aytaylikki o'sha ichki organlarda ta'sirida yoki bizani чувствительный organlarimizga ta'sirida yuzaga kelishi mumkin. Ko'rishda yoki eshitishda markazlarida o'sha o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin o'choqli holatda bo'ladigan bo'lsa. Endi men sizlarga sababini keltirib o'tsam. Demak, bunda sinaps bizga yordam beradi. Mana bu sinapsimiz. Endi bunda davolash va mexanizmlarini birdan tushuntirib ketamiz.
Demak, bizada sinapslar aytdik, neyronlar mana shunaqa kabellarni oladigan bo'lsak, kabellar bu neyron. Endi mana shu kabellarimiz bizada bilasizlar, har xil izolentaga o'xshagan narsalarda alohida kabellar, simlar o'ralgan bo'ladi. Endi mana shu o'ralgan narsa bizada shvan перехватыш shvaniya va mielin оболочкалар, mielin qavati desak bo'ladi. Mielin qoplamasi bu aksonlarda bo'ladi va nerv impulslarini tez harakatlanishga yordam beradi. Mana bu yerda перехваты ранве degan narsa bor. Ya'ni o'sha yerdan sakrab impulslar yuradi. Buni olsak bo'ladi. Kenguru sakrab yurishini hisobiga tez harakatlanadi. Xuddi shunaqa holatda nerv impulslari ham mana shu mielin qobiq bilan qoplanganligi hisobiga tez harakatlanadi. Endi qanaqa yuzaga keladi o'zi nerv impuls qanaqa o'tadi desak, natriy kanallari tashqarida natriy plus ionlari ko'p bo'lganligi uchun plus muhitni hosil qiladi, ichkarida esa minus muhitni hosil qiladi. Natriy kiradi va bu yerda plus muhitni hisobiga asta-sekinlik bilan mana bu yerda vezikulalar chiqishni boshlaydi. Nimani hisobiga desalaringiz, kalsiy kanallari ochiladi. Kalsiy kanallari glutamat, ya'niki gazli, biz gaz pedalimiz glutamat va gamk. Bu tormoz pedalimizda bor ekan. Gaz pedalimizda chiqadi, ya'ni vezikulalar chiqadi. Mana bu yerda har doim bizlarda gamk bu gamma amino maslinniy kislota deb aytamiz. O'sha mediatorlar ya'ni muvozanatda ushlab turadi gaz bilan tormozda. U esa xlor ionlarini hisobiga yuzaga keladi. Xlor ionlari blok qilib asosan tormozni bajarib beradi. Endi epilepsiyada qaysi ko'payib ketadi desa, transformatorda o'choqli chaqnashlar nima hisobiga yuzaga keladi? Albattaki gazda ko'payib ketishini hisobiga. Demak, nerv impulsni o'tkazuvchanligini yo'qotishimiz uchun natriy kanallarini bloklashimiz kerak ekan, kalsiy kanallarini bloklashimiz kerak ekan, glutamatlarni chiqmasligini hisobiga. Glutamatni o'ziga ta'sir qiladigan va gamkni ko'paytirib beradigan dori vositalarimiz bor ekan. Buni biz epilepsiyaga qarshi dori vositalar, antikonvulsantlar, ya'ni противосудорожный preparati deb aytamiz. Ko'p uchraydigan benzodiazepin yoki diazepam o'sha dorilar qiyosiy ma'noda kiradi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Demak, keyingi mavzumiz bu birinchi yordam ko'rsatish. Birinchi yordam ko'rsatish qanaqa holatda kechadi? Birinchi yordam ko'rsatish bemorda birinchi navbatda epilepsiya tushganda siz o'zingiz xavotir olmasdan bemorni yotqizib, ko'pib kelayotgan bo'lsa yonga o'girib olib, eng muhim narsasi bu yerda iloji boricha qoshiq, har xil qoshiqlarni tiqishga harakat qilishadi. Ya'niki tili orqaga ketmasin deb. Lekin aslida biz aytdik, hamma o'sha muskullar, bu til ham bir muskul, spazm bo'ladi, qotib qoladi nisbatan. Yonga olishimizdan sababi ko'pik nafas yo'llariga ketib, asfiksiyani bermasligi uchun yonga qaratib qo'yamiz va o'sha bemorni yonga qaratganimizda hech qanaqa teginmasdan ham o'tkazib yuborishimiz mumkin. Har xil manipulyatsiyalarni qilamiz deb bemorda o'sha urib, gohida suv ichaman deb o'sha nojo'ya holatlardan bemorni hattoki o'lim holatlariga olib kelib qo'yishi ham mumkin bu narsalar. O'shaning uchun eng oddiy harakat bu yonga yotqizib qo'yib va ko'piklarini agar chiqayotgan bo'lsa, har xil o'sha sizda platokingiz bo'ladigan bo'lsa, artib qo'yib qarab turish, ya'ni tavsiya beriladi. Agar bu narsa o'zi epilepsiyani xavfli tarafi yiqilishlar har joyda bo'lishi mumkin. Ya'niki gazga biron narsa qo'ygan vaqtingizda yoki tepalikda vaqtda o'sha vaqtda tushib ketish holatlari bo'lishi mumkin yoki kuydirib qo'yish mumkin ba'zi bir joylar. O'shalarda albattaki tez tibbiy yordamga tezda murojaat qilishingiz kerak yoki homilador ayol kishilarda umuman mana shu epilepsiya holatidagi xuruj 5 minutdan oshadigan bo'lsa, zudlik bilan tez tibbiy yordamga murojaat qilishingiz kerak. Albatta. Hozirgi kunda yana bitta zamonaviy uslublardan biri bu generatorlar. Impuls generatorlar bu yurak sohasiga qo'yiladi va generator orqali impulslar beriladi nervus vagusga, ya'niki blujdaющий nervga. Va bu yerda aytib o'tganimizdek, o'sha lampochka pirpiraganda u nimani hisobiga yuzaga keladi? Qayerdadir impulslar elektroenergiya baland, qayerdadir past, bir xil holatda amplitudani bitta holatga olib kelish uchun generatorlar qilinyapti. Bu narsa uchun, qilinish uchun, adaptatsiya uchun bemorga 7-10 kungacha impulsni sekinlik bilan organizmiga va o'sha o'choqli markazga o'rgatib boriladi. Agar har xil onkologik kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'sma kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, bu nevropatolog va neyroxirurg tomonidan konsultatsiya olinib, davo muolajalari o'tkazish tavsiya beriladi. Bugungi mavzumiz mana shundan iborat edi. Agar yoqqan bo'lsa, layklar bilan va obuna bo'lish va do'stlaringizga yuborib qo'yish bilan albattaki bizlarga qo'llab-quvvatlab tursangiz bo'ladi, chunki epilepsiya holati juda ham aynan muhim holatlardan biri. Men aytib o'tib ketaman, epilepsiya holatida men bir kishiga yordam berganmiz. Mana shu ustozlarimizni bergan bilimlarini inobatga olgan holatda. Sizlarga albattaki foydali bo'ldi degan umiddamiz. Hammaga kattakon rahmat.